Islom Terma jamoasi Rustam yo'llanma futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. O'runov Oston Rustamovli. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev, Abbosbek, Saidjon futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek, Fayzullayev, Saidjon o'g'li. aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov, Odiljon Sohibjonovli. Hamrobekov Odiljon Sohibjonovli yarim himoyachisi. necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli talonchilar himoyachilaridan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Husanov, Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov, Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi to'g'onlar bosim qilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Barchalarda Otabek matonat ko'rsatding. Xayrapov. Shukurov Otabek Xayrapov oyoqdan jarohat olgan edi. Himoyachisi. Shuni o'tkazib yubordi. Lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek